Qalaysan, degona, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zing tinchmisan? Nimalar qilib yuribsan? Nima yangiliklar? Shu yuribman hali ham bor. Mana sen o'qishni tugatding, ishlayapsan. Men hali ham qaysi universitetga topshirishni bilolmay yuribman. Hali ham yuribman arosatda. Sen yaxshisi Green universitetga topshira qolgin. Nimaga? Nima bo'lib chiqaman yo'lda? Nima bo'lasan? Kamida farosatli bo'lib chiqasan. Olmosringni universitet bilan tanishtiraman. Universitet davlatnikimi yoki xususiymi? Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti prezident farmoni bilan tashkil etilgan bo'lib, u davlat tomonidan to'liq tan olingan va qo'llab-quvvatlanadigan ekologiyaga ixtisoslashtirilgan yagona ta'lim muassasasidir. O'rta Osiyoda bittami? Albatta. Nima? Bog'bonlarni o'qitishadimi? Yo'q, qiziqmisan? Qanaqa bog'bon? Ekologiya yildan yilga eng dolzarb mavzuga aylanib boryapti va bu eng yirik rivojlangan davlatlarning ham iqtisodiyotida ajralmas bo'lakka aylangan. Xuddi shunday Green universitetda ham bugungi kunda 4 ta bakalavr, 7 ta magistratura mutaxassisliklarida 2030-yilga borib esa jami 22 ta yo'nalishda zamonaviy yashil iqtisodiyotga yo'naltirilgan kadrlar tayyorlanadi. Bakalavriat yo'nalishlari: ekologiya va davlat boshqaruvi, atrof muhit va barqaror boshqaruv, yurisprudensiya, yashil iqtisodiyot. Magistratura yo'nalishlari: barqaror rivojlanish, ekologik huquq, sirkulyar iqtisodiyot, barqaror turizm, barqaror moliya, ekologik fanlar va tadqiqotlar, ekologik tahlil, bilim va innovatsiyalarni boshqarish, atrof muhit muhofazasi, ya'ni tabiatni saqlash. Bu universitetda laboratoriya ham bormi? Ha, shunday. Bu universitet nafaqat o'qitadi, balki o'qish bilan birga amaliyot ham olib boradi. Universitet tarkibida 3 ta yirik ilmiy tadqiqot institutlari mavjud bo'lib, bular yangi tajriba emas, ular 167 yillik tajribaga ega ilmiy amaliy merosdir. Hey, tur, nega o'tirib olding? O'ylanib qoldim. Nima bo'lyapsan? Grantga kirarkanman yoki kontraktga nima deb o'ylaysan? Harakat qilsang, IKOga ham kirasan. Eng qizig'ini aytaymi? Ushbu universitetda O'zbekiston Respublikasi yoshlari uchun 100 ta, Turkiy davlatlar yoshlari uchun esa 50 ta davlat grantlari ajratilgan. Voy, buncha sharoitlari zo'r. Universitet 70 ta xalqaro, 40 ta davlat va 800 dan ortiq xususiy sektor hamkorlariga ega bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki hamda bir qator yirik xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Green universitet yashil kelajak kadrlarini tayyorlovchi zamonaviy ta'lim maskani. Bo'ldi, degona, shu yerga topshiraman. Tanloving zo'r. Siz ham abituriyentmisiz? Qaysi oliy ta'lim muassasasiga topshirishni bilmayapsizmi? Unda xalqaro tajribalarga asosan ta'lim beruvchi maskan bag'riga qarab shoshiling.